Ya, men sendan hech narsa olmayman. Nimaga uni tillalaringni olib kelgin deb aytdingiz? Aytdim, bo'pti ber. 3 kundan keyin senga bundan ham zo'rlarni olib beraman. Olib bermasangiz ham mayli. Bo'pti, ketdi, oldimga tush. Lo'q. Ha. Gold ekspertga olib kelib yaxshi qilibsizlar. Bu yerda boshqalarga qaraganda qimmatroq qoladi-da. Onamda ham xuddi shunaqa tillalar bor edi. Nima yig'layapsiz, G'ulom aka? Onamga munosib farzand bo'la olmadim. Kuydirdim men onamni. Xo'p, 920 mingdan hisobladim, toshini olib tashladim, 47 million so'm pul berar ekanman, bo'ladimi? Bo'ladi. Mana. Voy, buncha pulga qancha gap qilsa bo'ladi-ya? Rahmat aka, ketdim. Xursandmisiz, G'ulom aka? Конечно. Nima muammoingiz bo'lsa ham menga ayting, birga hal qilamiz. Sizni har doim yoningizdaman. Nodon G'ulom, nimalar qilyapsan? Arzimagan kayfi deb qizni soddaligidan foydalanmassan. Bunchalik siqib bo'lma. Nimani o'ylab qoldingiz? Mana buni ol. Yo'q, kerak emas, qarzlaringiz yopasi. Voy, oldim, men yetadi. Ma, uyingga borib o'zim telefon qilaman. Yaxshi qoling. Ha. Ha, ona? Nima yig'layapsiz? Ukam bitta qizga o'ralashib qopti. Pul kerak degan ekan, uydagi hamma tillalarimni olib chiqib berib yuboribdi. Onamda ham xuddi shunaqa tillalar bor edi. Men bu qizni sodda desam, oilam yo'qlab ketdi hammamizni. O'g'irni qaroqchi urdi. Ey birodar, qo'ldayni ko'tar, uzoqda emas, yoningda xatar.